Sizning ham bagajingizda Vectris bor va chang holatda qolib ketganmi? Kelinlaringizga решениесini topib beraman. Bugungi kunda решение uchun bizga nima kerak bo'ladi? CarPro'dan Perl bu universal sredstvo, koja, plastik, rezina, vinil uchun va undan tashqari bizga applikator kerak bo'ladi. Bu ham CarPro'dan. Ozgina olamiz. Bukvalno 3 ta kapli. Eslatman, buni 1 ga 3 suv aralashtirsangiz bo'ladi. 100 mg dan 300 mg sostav, точнее 400 mg готов sostav qilsanglar bo'ladi. Keyin обработка qilamiz. Endi bagajimga qolib sal chang bo'lib qolibdi. Shuning uchun hammaning bagajida vektor bor, to'g'rimi? Yoki men faqat mendan. Pabuchilar, отметка qilinglar. Shu yerdamizlar, bitta aydilarni yozib olinglarchi, rasna-ras. Chaqiraman. Итак, o'sha vektor yechamiz. Ko'ringlar, qanaqa holatga keldi. Eslatib o'taman, bu CarPro'dan Perl faqatgina plastik emas, balkim kojaga, rezinaga va vinilga ishlasangiz bo'ladi. Mahsulotimiz bor, наличие. Endilikda qancha turadi desanglar, mana quruq qo'limdan men yurgizaman. Mana turibdi. Plastik yangi bo'lib qolganda holati a'lo darajaga kelib qoladi. Sizga ham shunaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqarasizlar.